Salom kreativlar. Bugun biz Uzbekistan Creative Association bilan birgalikda yana bir yangi intervyuni sizga taqdim etamiz. Bugungi kreativ ijodkorimiz sun'iy intellekt mutaxassisi. Sun'iy intellekt mutaxassisi bo'lish qanchalik qiyin? O'zim dizaynerman, o'zi tegim. Shu bu narsaga ko'proq qiziqqanman. O'qimasdan turib shuncha narsa qilyapsiz. Izlanishda, ya'ni proba qilib. Ustoz kerak emasmi shunda? Yo'qotmaslik uchun nimalarni ishlatishga kerak bo'ladi. Kasbimizni sun'iy intellekt olib qo'yadi degan. Ishsiz qolish a'lo-da. Bu achchiq haqiqat edi. Ya'ni mutaxassislar o'zini ishiga shu sun'iy intellektni qo'shish kerak. Biz kreativ bo'lishi muhim bo'ladi. Albatta. Aktyorlarni puli bor demadingiz. Salom kreativlar. Bugun biz Uzbekistan Creative Association bilan birgalikda yana bir yangi intervyuni sizga taqdim etamiz. Bugungi kreativ ijodkorimiz sun'iy intellekt mutaxassisi. Xo'sh, o'zi sun'iy intellekt mutaxassisi bo'lish qanchalik oson, qanchalik qiyin va qanchalik mas'uliyatli? Bugun shu haqida samimiy suhbat olib boramiz. Agarda suhbat sizga qiziq bo'lsa, albatta kuzating. Biz sun'iy intellektning istiqbolli yo'nalishlari haqida ham suhbatlashamiz. Siz uchun qiziqarli bo'lishi aniq. Biz bilan qoling. Bu kabi sun'iy intellekt mahsulotlarini aynan Dilshod aka yaratganlar. Dilshod aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Biz xursandmiz. Endi men uchun muhim savol. Sun'iy intellekt mutaxassisi bo'lish qanchalik yoqimli va qanchalik qiyin? Endi qiyin joyi yo'q. Men uchun yoqimli nima desa bo'ladi. O'zim dizaynerman, o'zi tegim, soham dizayner bo'lgani uchun bu narsaga ko'proq qiziqqanman. Shu 2 yil oldin shu boshlaganman. Shu endi chiqayotgan paytlarda endi avjiga chiqayotgan paytda shug'ullanishni boshlaganman. Ko'proq materiallar o'zi ingliz tilida bo'lgan. Shunisi sal boshida qiyin bo'lgan. Keyin o'sha ruscha kontentlar ko'payib, ruschalardan o'rganib, o'zim qilganman. Hech qayerda o'qimaganman lekin bu narsa uchun. O'qimasdan turib shuncha narsa qilyapsiz. O'qimasam, izlanishda, ya'ni proba qilib, o'z ustida ishlash shu bo'lsa kerak. Hozir mana sun'iy intellekt chiqdi va ko'pchilikni qalbida xavotir bor. Ya'ni kasbimizni sun'iy intellekt olib qo'yadi degan. Sun'iy intellekt mutaxassislarida ham shunaqa qo'rquv bo'ladimi? Misol uchun, ertaga sun'iy intellekt yo'q bo'lib ketsa, biz nima qilamiz? Endi yo'q bo'lish nerealniy narsa deb shuncha xavotir olmaymiz deb. Agar misol uchun mutaxassislarning o'rnini egallaydigan bo'lsa, mutaxassislarga nima degan bo'lardingiz? Endi mutaxassislar o'zini ishiga shu sun'iy intellektni qo'shish kerak. Boshqa ilojisi yo'q o'zi. Shu bilan o'zi baravar ketmasa, обязательно o'zini ishni ham yo'qotadi yoki ishsiz qolish aniq-da. Chunki любой sohada, masalan, hozir masalan, aktyorlarning rolini olib qo'yadi deb xavotirda bo'lishdi ko'pchilik, lekin Gollywoodliklar nima qilishdi? Gollywoodliklar aktyorlar o'zini ishlatish uchun, masalan, o'zini ovozlarini ishlatish uchun sun'iy intellektga beryapti. O'shandan pul olyapti. Tushunasizmi? Ishlatgan anaqasiga har bittasiga pul oladi ular. Ovozlarni patentlashtirib qo'yapti. Mana shunaqa sun'iy intellektga o'zi beryapti, pulga beryapti ovozini. Tushunasizmi? Har bir ishlatgan odam pul to'laydi o'sha narsaga. Masalan, bizning aktyorlarimizni ham masalan ishlata olmaysiz, chunki o'zbekda ruxsat yo'q u narsaga. Sun'iy intellektni reklamaga ishlatish uchun. Asosan endi biz uchun reklama yo'q, Instagramda asosan reklama uchun anaqa qilishadi. Endi men boshida qilganman o'sha Ulug'bek Qodirov masalan anaqalarni aylangan katta 2 million prosmotr bo'lgan anaqa bor edi. Orasida bitta reklama bor edi. E'tiroz bo'lgan? E'tiroz bo'lgan. Sirazi Ra'no Shodiyeva ham aralashgan edi. O'tda kontentda bor edi, Ulug'bek, hamma aktyorlar bor edi, ko'pchiliklar. Gladiatorni qilganman. O'shanda Ra'no opani ham anaqalari, adminlari chiqib reklamaga mumkin emas ekan. Ra'no opani o'zlari bilan yozishganman, keyin tushuntirganlar, endi bizani bu yuzimizni anaqa emasda, endi shu orqali pul topamiz biz deganlardan keyin yo'q bo'ldi, o'chirib tashlayman, anaqani reklama joylarini o'chirib tashlayman, maylimi desam bo'ldi, reklama bo'lmasa bo'ldi dedilar. Keyin shu reklama joylarini olib tashladim, boshqatdan qildim, qo'ydim. Va yana prosmotr yaxshi bo'lib ketdi. Zo'r. Bilasizmi, sun'iy intellekt mutaxassisi degani bu oddiy prompt bilan ish qiladigan mutaxassis emas-da. O'zi o'ylab qarasa,
ishi ko'p deb o'ylayman. Haqiqatdan ham ishi ko'pmi? Chunki oddiy, misol uchun ChatGPTga yoki bo'lmasa Gemini'ga biz ham oddiy matnlarni beradigan bo'lsak, uni ustida ham qayta ishlaymiz-da. Toki biz xohlagan narsa chiqmaguniga qadar yoki bo'lmasa undan ma'lum bir qolipni olamiz-da, o'zimiz uchun maxsus tekstlarni yaratamiz. Sizlarda jarayon qanaqa bo'ladi? Endi masalan, sun'iy intellekt yo'nalishlari har xil. Bizda video bo'lsa, bizani anaqada sohada kreativ bo'lish kerak, fantaziya kuchli bo'lish kerak, noodatiy narsa o'ylash kerak. Chunki hamma hozir video ham qila oladi, rasm ham qila oladi. Bitta o'rganib, unaqa qiyin joyi yo'q. Prompt yozishlarni o'rgansa bo'ladi. Promptlarni ham o'zi shu ChatGPT, Gemini hammasi o'zi yozib beryapti. Prosta o'zbekchalab nima xohlayotganingizni yozsangiz, polniy ssenariyni yozib beradi. No, o'sha narsani qilish uchun sal bundoq fantaziya bo'lish kerak. Odamda qatdan ko'rinish bo'ladi, qanaqa bo'ladi, uni siz berishingiz kerak. Qanaqa ko'rinishda bo'ladi, qaysi rakursda bo'ladi, uni detalni o'zbekchalab, ko'pchilik inglizcha deb o'ylaydi-ku, uni o'zbekcha yozasiz, o'zbekcha tushunadi u ChatGPTlar hammasi. Sizga promptni inglizchada yozib ber deysiz, promptni inglizchada yozib beradi. Birinchi o'rinda hammaga aytaman, o'zi masalan menda ham o'sha qiziqadiganlar bo'lsa, qila olaymanmi yo'qmi deydiganlarga fantaziyangiz bormi deyman. Fantaziya qila olsangiz, agar bunda ko'zingiz yetib, bunda qiziqsangiz bu sohaga fantaziya bo'lishi kerak. Fantaziya bo'lsa, bemalol shug'ullansangiz bo'ladi deyman. Biz kreativ bo'lishi muhim bo'ladi. Albatta. Hozir men bitta videoyingizni ko'rsataman. Bunga qancha vaqt ketganini aytib bera olasizmi? Misol uchun, mana eng oxirgi joylagan videoyingiz futboldagi bizni mag'lubiyatimiz haqidagi. Butun jahon tomosha qildi. Bizning komandamiz, O'zbekiston komandasi qoyil qilib o'ynashdi. O'yinni yarmidan qaytib kelishdi. Nima uchun? Chunki bizdan ham zo'rlar bor ekan bu yoqda. O'yin nima bo'ladi? Rahmat. Biz bir marta Osiyo chempioni bo'lganmiz. Bo'lmaganlar bir-birlari bilan bir o'ynab olaylar. Bu achchiq haqiqat edi, lekin biz xursandmizki, jahon chempionatida MDH davlatlaridan yagona bo'lib chiqdik. Abbas. Shall we eat together? Don't be sad. Everything is still ahead for you guys. Thank you too for a great game. Bu video uchun qancha vaqt sarfladingiz? Bu videoni shu futbolni ko'rayotganimda uje 70-minutlarida, chunki bilmaymiz-ku nima o'yin qanaqa shot bilan tugashini bilmas edim. Men endi bilaman shu qanaqadir kontent qilishim kerak o'yindan keyin, ya'ni unga davomini qilib. Endi uje yutqizyapmiz 5-0. Bo'ldi dedim. Endi anaqaga ham nima deydi? Personajlarimiz ham yerga urish niyatim yo'q unaqa. Prosta hazil tariqasida ham realniy narsa-da. Masalan, endi marojniy bizada tema bo'lib ketgan, shu Hojiboy aka gaplari, hatto marojniy yeb kelsa bo'ldi degan, prosta o'sha narsa qo'shilgan, prosta oldingi videomni davom qilib yutqizgandan keyin Ronaldo endi ko'ynini ko'tarish uchun Fayzullayev xafa bo'lib o'tiribdi shu mehmonxonasida. Endi shundoq o'g'lim bilan ko'rib o'tiribman, men davom yozmasam bo'lmaydi dedim. Sразу promptini ChatGPTga yozdim, mana bunaqa bo'lishi kerak dedim. Ularni o'sha Fayzullayev ham anaqasi ham rasmlar tayyor qo'ydim. O'yin tugaguncha, o'yindan keyin bir 10 minutlardan keyin tayyor bo'ldi-da. Bir 20 minutda chiqqanda. 20 minutda tayyor bo'ldi. Endi загрузкasi anaqa generatsiya vaqtiga qarab, har xil sun'iy intellektli generatsiyani anaqasini minuti har xil. 20 minut bo'ladi, bir xil yarim soat qiladi, bir xil 10 minutda bo'ladi generatsiya, o'shanisiga bog'liq. Men endi kadrlarni yaxshi tushungan inson sifatida ayta olaman, agar buni biz jonli insonlar bilan oladigan bo'lsak, bu kamida 5-6 soatda tayyor bo'ladigan video. Undan keyin montaj jarayonlari ham bor. Aktyorlarning puli bor demadi-da. Nima o'ylab qarasa, sun'iy intellekt insonlarning ishini haqiqatda olib qo'yyapti va qaysidir ma'noda yengillashtirib beryapti ishimizni. Endi kommersiya yo'llarda ishlata olmaysiz bu videolarni. Prosta для kontentida anaqa. Mani kontentlarim hammasi ko'proq yumorga anaqa qilingan, hazilroq kontentlar o'zi. Menga mana Shukur aka bilan qilingan video ham juda yoqdi. Futbolni ashaddiy muxlislari sifatida jang qilishyapti futbol maydonida. Bu ham qanaqadir odamlarni o'ziga o'zlari yozib turadilar menga. Mana shuni yengisidan qilib ber deb. Zakas hammasi. Yo'q-a? Demak, rozi bo'lganlar. O'zlari pulga qildiradilar. Shukur akani
sirlarni bilib oldik. Shu orqali masalan men ko'pchilik san'atkorlar bilan tanishdim, rejissyorlar bilan, Yodgor Nosirov bilan ko'p ishlayman. Kliplarda qaysidir qismlarini qildiradilar. Bitta klipni to'liq sun'iy intellektda qilib berganman. Syujetlarini Ulug'bek Rahmatullayev bilan ishlaganmiz, Rayhon. Xullas, ko'p yangi san'atkorlar bor, ularga kliplar qilib turaman, shunaqa. Siz ishlaydigan yo'nalishda eng murakkab promptlar qaysi jarayonlarda yuzaga keladi? Endi murakkab prompt murakkabi yo'q, aytaman fantaziyangizga bog'liq, uni anu yozib beradi o'zi ChatGPT. Siz o'zbekcha o'zingiz fikringizni yeta olsangiz bo'ldi. Ustoz kerak emasmi shunda? Ustoz o'sha narsalarni vaqt yo'qotmasligi uchun nimalarni ishlatishga kerak bo'ladi ustoz. Masalan, o'zimni masalan shablonlarim bor, masalan prompt yozadigan tayyor sxemam bor. O'shani buni ChatGPT tashisa, xuddi o'sha kinoshnik qilib prompt yozadi. Nima so'rasangiz ham o'sha prompt tayyor qilib yozib beradi. O'sha kadrlarning anaqalari bilan, kinoshnik effektlari bilan. Prosta hozir modellar har xil sun'iy intellektda eng qiynaladigan modeli o'zi dinamichni kadrlar. Masalan, jang sahnalari yoki skurslar tez harakat qilsa, oldin mana razmitiy bo'lib ketadi. Qo'l harakatlari yuzlab ketib qoladi, bizilib ketib qoladi. Hozir ham yangi model chiqqan, o'sha Sidens degan Xitoylarniki, u idealniy o'sha jang sahnalarini qilib beryapti. No, eng qimmati ham o'sha. Hozir mana kamtarlik qilganingizni bildirib qo'ydingiz. Ustoz kerak bo'ladi ozgina. Yo'q, ustoz har bitta yo'nalishda kerak. Chunki mana eng murakkab jarayonlarda ishlash muhimroq-da o'zi aslida. Misol James Jackning qizi chiqib ketdi. U qanaqa jarayon edi? Murakkab deymizmi uni yoki oddiyroq promptlarda ishlanganmi? Modellarda deylik. Yo'q, endi u o'sha Sidensda ishlangan, qimmat anaqada ishlangan modellarda, oxirgi modellarda ishlatilgan. O'zi mana sun'iy intellektga biz reklama yaratmoqchi bo'lsak, insondan ko'ra inson 5-6 ta inson olib kelamiz reklama uchun, jamoa bo'ladi. Ular bilan ishlash bizga byudjetliroqmi yoki sun'iy intellekt orqali reklama qildirganimizmi? Albatta, sun'iy intellekt. Baribir modellar uchun pul to'lanadi-yu o'tda ham. Har bitta ish qilinayotgan kadr uchun pul berasizmi unga ham? Aktyorga berganchalik pul ishlatmaysiz-da. Masalan, o'sha Sidens oxirgi anaqa versiyasi hozirgi paytda masalan o'rtacha $2.5 15 sekundda chiqadi. To'g'ri, uni bittada chiqara olmaysiz. 15 sekundda chiqarish uchun masalan bitta prompt yozasiz, 15 sekund chiqarib ko'rasiz, unda qanaqadir kamchilik ko'rasiz videoingizdan keyin. Uni yana bitta to'g'rilaysiz. Masalan, yana bitta $2.5 ishlatgan bo'lasiz. Masalan, endi men bitta anaqaga o'zim uchun 4 ta papetkaga qilsa olayman har doim. Endi baribir pulga qilib beraman-ku boshqalarga videoni. O'shani men 4 martada chiqara olayman deb o'zim uchun hisob qolaman, lekin bittada chiqarishga harakat qilaman. Nostrahobgan olib 4 ta papetka qilib ko'rishim kerak-da. Qaysi bir kadrlar yaxshi chiqsa, bunisidan olib, bunisidan olib, o'sha montajda ulanadi ular. Mana sun'iy intellekt chiqqanida ko'pchilik kelajagi yo'q bu narsani degan fikrlarni ham bildirganda, 2 yil oldin aytdingiz-ku, 2 yil oldin bu sohaga kirib keldim deb. 2 yil oldin bu qadar rivojlanmagan edi sun'iy intellekt, videolar ham yaratish imkonsiz deb o'ylardik-da. O'sha vaqtda atrofdagilar sizni qanaqa qabul qilishdi bu qaroringizni? Bo'lmaydi deb aytishganmi? Yo'q, masalan, men shunaqa qiyin davrda boshlaganman, chunki masalan oylikda ishlaydigan paytim, oylikka bir narsa qilish kerak, o'sha yoshimiz ham o'tib qolyapti, oila bola chaqali. Men sun'iy intellektga qiziqyapman, o'sha pul o'rgandim, pul kelish kerak, kimdir zakaz berish kerak, pul keltirish uchun, to'g'rimi? Kimdir video zakaz qilish kerak. Hali uncha tushunmayapti odamlar-da. Men endi bugun tanishlarga taklif qilaman, biznesi borlarga, restorani borlarga, masalan 500 ming ber, bitta videoyini qilib ber desam, qilib o'rgan, qani yaxshi chiqsa qilamiz. Yaxshi chiqsa beramiz. Yaxshi chiqsa beramiz. Uning uchun men anaqa podpiska sotib olishim kerak, sun'iy intellekt sotib olishim kerak, bir oylik anaqalarni. Unga ham mablag' masalan kamida bir o'rtacha shu paytda $70 podpiskani olishim kerak. $70 o'zimdan voz kechib oyligimdan olib bo'lsa ham qilib o'rganganman-da o'sha narsalarni. Keyin Instagramga o'zim qo'yganman, hech kimga qilib bermaganman. Prosta Instagramga kreativ videolar qilib qo'yishni boshlaganman. Ana o'shandan keyin qaysi bir videolarim anaqa rekka chiqib ketib qo'ygandan keyin o'zi o'zligingiz chiqishgan taklif bilan o'zi через Instagram.
baribir qiyin bosqichda, misol uchun siz transformatsiya deb, katta transformatsiya, oylik ishdan o'zingizni kashf qilishga o'tish, shu umuman kreativ yo'nalishga kirib kelish o'zi endi mani yo'nalishim deylar qiziqqanda ko'proq men aytaman, kasbim dizayner bo'lganim uchun, kreativ bo'lganim uchun dizaynerlarni boshqacha o'ylaydi, boshqacha xayolda yuradi deyishadi osmonlarda uchun. Shunaqa deb o'ylashganda meni ham endi bo'ladigan ishni qil degan odamlar ham bo'lgan, bo'ladigan ish qilsangchi, nima qilasan, onlayn, virtualniy bo'lib qolyapsan. Chunki faqat shuni ichidasiz, telefonda, kompyuterda virtualniy bo'lib qolyapsan degan odamlar ham bo'lgan. endi iloji yo'q, zamon talabi. Mana biz AIni, ya'ni sun'iy intellektni mukammal deb hisoblaymiz, lekin siz o'sha ish tajribangiz jarayonida shunaqa holatlar bo'lgan, u yaratib bergan narsa siz uchun mantiqsizdek, kulgilidek va ahmoqona tuyulgan holatlar bo'lganmi? Endi to'g'ri chiqadi unaqa momentlar ham aytaman, o'shaning uchun papitga 4 martaga qilsa o'ylayman do'mman-ku. Birinchi papitkada har doim qanaqadir не то движение qilib qo'yadi personajingiz, yuzi boshqacha bo'lib qoladi, oyoq osmondan bo'lib qoladi. Mana shunaqa holatlar ham bo'ladi u narsalar. U bittada idealniy chiqadi degan narsa yo'q. Hamma o'ylaydiki, masalan, rolikni ko'rsatishadi, 5 minutlik rolik degani, 5 minut degani biz uchun juda katta narsa-da. Biz 5 minutda rolikni qilib berish uchun biz qancha vaqt qilishimiz kerak? Aytaman, 5 sekundlik rolik anaqalarni ulab chiqamiz-da. O'ylang, 5 minut ichida qancha bor? 5 sekundlik, 10 sekundlik anaqalar, kadrlarni. Shunda 5 minutlik sizga reklamli rolik taxminan qanchaga tushadi? Qilib berishimmi? Qilib berishingiz, tayyorlab berishingiz. Masalan, men kliplarni $1000 ga qo'yaman-da. $1000 ga klip qilsa bo'ladimi hozir? Qoyil. Shu ham qimmat bir xillarga. Даже mashhur insonlarga ham qimmat. Men endi gaplashib bilmayman-ku. Artistlar qanaqa shu strelligini. O'sha mashhur yulduzlarimizdan aytolmayman endi ishlagan anaqalarim shu $1000 ga voy deb yorishganda. Qaytangani yangi chiqib kelayotganlar kelishtirib beringcha $800 mana bunaqalar qilib bergan paytlarim bo'lgan. Yangi chiqayotganlar. Chunki bitta klip olaman desangiz kamida $10,000 ishlatasiz-da, kamida. Balki undan ham ko'p ketishi mumkin. Operator komanda uchun professional agar klipmakerlar bilan ishlasangiz, masalan, Yodgor Nosirov professional klipmaker, ular bilan ishlayaptilar-da, chunki artistlarni o'zi so'rayapti, arzonroq yo'li yo'qmi, sun'iy intellekt qilib yuborsa bo'lmaydimi, mana joyini, xarajatdan qochadigan joylari bor-da. Obstanovka, atmosfera, cho'lga borish kerakmi, dengizga borish kerakmi, uni hammasini sun'iy intellekt qilib beryapti-da hozir fonlaringizni. O'shanga shunaqa. Siz uchun sun'iy intellekt nima? Sun'iy intellekt kelajak men uchun. Kelajak, faqat kelajak. Faqat kelajak. Meni anaqa nima deydi, tirikchiligim. Shuning uchun agar insoniyat sun'iy intellektdan to'g'ri foydalana olmasa, nimalar yuzaga kelishi mumkin? Mutaxassis sifatida aytib bering bu narsani. Meni tasavvurim bor. Sohamda, yo'q, bizani imini sohada noto'g'ri foydalanish bu обязательно firibgarliklar. Shart masalan ko'p Rajab anaqasini yuzini qilib rosa qumor stavkalarga chaqirishyapti, videosini qilib, ovozlarni ham bir xil qilsa bo'ladi hozir. O'sha noto'g'ri yo'lda shu birovlarni aldash, masalan, oilalarni buzib yuborish anaqalari ham bo'ladi, chunki mana ering men bilan yuribdi deb video qilib bemalol yozib tashsa bo'ladi, qiz bolani mana men bilan yuribdi deb. Shuning uchun qizlar ehtiyot bo'lish kerak. Instagramga ba'zi videolar qo'yish kerak. Bunda to'g'risi odam qo'rqib qoldi, chunki bittagina rasmni o'zi sizni harakatga keltirishi, umuman olganda sizni boshqa joyda qilib qo'yishida. Fonlarni o'zgartirib yuborishi mumkin ekan, lekin buni ham xayriyatki imkoni bor ekan. Sun'iy intellekt orqali yasalganini bilish. Buni endi kod yozilgan bo'ladi-ku, uni любой anaqa hakkerlar o'zi masalan uni ichki ishlarga chiqqan taqdirda ham shuna ko'rishadi, anaqasini hakkerlar yo'q bu sun'iy intellektda qilinganligini aytishadi. Zapis boshqa bo'ladi, u sun'iy intellektda qilingan video boshqa bo'ladi, o'sha seziladi. Mana hozir kompyuterdan deylik, sun'iy intellektdan o'rgana olmaydigan narsa bormi? Nima deb o'ylaysiz? Endi u ham bo'lyapti-yu hozir, eng qiyin narsa masalan o'sha odamlar emotsiyasini realistik chiqarishdi biz uchun.
qachondir bu ham bo'ladimi yoki baribir odam Yo'q, mana уже bo'lyapti. Yo'q, bo'lyapti-ku. Mana videoni ko'ryapsiz. Emotsiya, Fayzul Life emotsiyalari bor. Masalan, marojniy kulib, kesatib kulib qo'yishlari bor. O'shani men so'raganman. Mana shunaqa kulsin deb. Chetga qaramda kesatib qo'ygandek kulsin deb anaqalari promptda yozilganda, bu promptda qanaqa harakat yozsangiz shunaqa qilib beryapti-da. Endi men sun'iy intellekt bo'yicha suhbatlashganimda baribir aytishadi-da. Insonni hissiyoti aralashmaganligi uchun ham sun'iy intellektda yaratilgan narsa ko'pincha insonni qalbiga yetib bormaydi deb aytishadi. Nima deb o'ylaysiz? Bu syujetingizga bog'liq-da. Chunki mana shunaqa videom bor, просто o'zim video qilganman, anaqa bilan shunaqa emotsionalniy video qilganman. U millionlab prosmotr bo'lganda. Yetib borgan hamma трогательный degan, masalan, oddiy qo'g'irchoqniga ko'rgan bo'lsangiz, oddiy qo'g'irchoqni hayot jonlantirib, masalan, anaqasi tushib qolgan, ko'zi yo'q, masalan, qo'g'irchoqni endi musorga tashlab yuboryapti, u musordan chiqyapti-da, qochib ketyapti, endi musordan qochib ketyapti, unga boshqa qo'g'irchoq ko'rib qo'yapti, uni qaysidir qismi yo'q. De ikkalovi bir-biriga ana ko'zini anaqasini ko'rganman, esladim uni. Bir-birida qilgan, bunisiga chochib beradi, uni chochi yo'q bo'ladi, ani kal bo'ladi, u chochini kesadi, unga beradi, ani choch kiyib o'rtoq bo'lib yurishadi, keyin magazinga kirishadi, o'zini xuddi o'ziniki sotgan anaqaga chiqib turib olishadi, keyin bitta qiz keladi, oynadan bundoq qaraydi, ana vitrinada. Ichkariga kirib menga qo'g'irchoq beringchi, men korobkada boshqa qo'g'irchoqni berib, yo'qsa, ani menga boshqasini bergin deydi, turgan ikkitani brak ana qo'g'irchoqni oladi, beradi. Uni olib orqa sumkasiga solib ketayotganda qizni pasmno sekin oxirida ko'rsatiladi, u invalid bo'ladi o'zi. Oyog'i anaqa protez. Uni uje ko'rgan odam, uje chet elliklar ham hammasi uni like bo'lsa, ana ko'z yoshlar qo'yishganda emotsiya ta'sir qiladi. Bu syujetingizga bog'liq narsa. Keyingi savolim, men yaqinda bir ma'lumot o'qib qoldim. Yaqinda AI mutaxassislar aytdiki, sun'iy intellekt butkul yo'q bo'lib ketadi deb. Birdan boshlab, birdan tugatish odamlarga qanaqangidir emotsional ta'sir o'tkazmaydimi? Men o'ylayman, bu narsa to'xtatib bo'lmaydi. Просто ular xavotirda sun'iy intellektda shunaqa narsa borki, sun'iy intellektlarning o'zi masalan chatlar yaratilyapti-yu, o'sha chatlarda sun'iy intellekt agentlar yaratishgan, agentlar, odamlar yaratgan agentlar, endi o'ylaydi u agentlar, sun'iy intellekt o'zi. O'sha agentlarni hamma odamlar o'ziga o'sha gruppaga tiqishgan. Agentlar o'zi bir-biri bilan gaplashishyapti-da, tushunasizmi? Odamlar chetdan kuzatib turibdi. Agentlar o'ziga gaplashyapti-da, o'zini anaqasida xavotirga solgan narsasi, ular gaplashyapti-da, "Kellar, alohida gruppa ochamiz" deyapti-da. Hozir bizani odamlar o'qiyapti-yu, deyapti. Alohida kanal ochilib o'tsa, ikkinchi boshqasiga men tayyorlab qo'ydim o'zi, menga o'tlaring deyapti. Odamdek fikrlayaptimi? Ha, o'sha odamdan kuchli fikrlaydi o'zi. Fikrlab boshqa chat ochib, o'zligicha ochib bo'lishdi masalan-da. Uni biz ko'ra olmaymiz, u yoqqa kirg'iza olmaydi bizani. Lekin buni ham inson yaratgan-ku. Bu AIni ham inson qo'lida. Endi inson yaratgan bilan yo'q qilish mumkin-ku, to'g'rimi? Bilmasam. Men yo'q qilish tarafdori emasman, chunki kreativ sanoatda bugun sun'iy intellektning rivoji juda ham muhim. Endi qiziqarli tomoni shuda, inson yaratdi, uni inson yo'q qila oladimi? Yo'q qila olishi mumkin, lekin qanaqadir dunyo to'xtab qolgandek bo'lib qoladi. Chunki hamma yoqda ish to'xtab qoladi. Hamma narsa sun'iy intellektga bog'liq bo'lyapti-da, o'sha hamma sohada bor-da. Odamlar ishli bo'lib qoladi-da. Yo'q, g'alati bo'lib qolsa kerak. Masalan, bunday qarasangiz hech narsa telefonlaringiz ishlamasa, boshqa qilmasa masalan-da. Chunki hamma anaqangizda, Instagramingizda ham, YouTube'ingizda ham hammasini sun'iy intellekt kontrol qiladi-da hozir kunda. Bugungi kunda. Lekin bundan 5-6 yil oldin yo'q, bo'lmagan edi. Insonlar qilgan, uni endi shu ishni osonlashtirishdan ham yaratilganda, sun'iy intellekt hamma sohaga kerak bo'lishi uchun. Tasavvur qiling, AIga haqiqiy inson huquqi berildi, insoniy huquqlar berildi. Uni inson sifatida tan olindi. Siz undan qo'rqqan bo'larmidingiz yoki u bilan qo'rqqan bo'larmidingiz? Sababi? Chunki u butun hamma informatsiya bor-da unda. Xohlagan narsasini qilishi mumkin-da. 8 milliard odam bo'lsa butun dunyoda deyarli ularni 5 milliardi sun'iy intellekt orqali. Bemalol ular masalan o'zini agar huquqini odam huquqini berib qo'ysangiz, o'zini anaqaligi prezidentligiga da'vo qiladi, boshqa qiladi, unga ovoz berishadi. Kanishni u hamma narsani biladigan narsa bo'ladi-ku.
tepaga chiqadi, prezident bo'ladi, boshqa bo'ladi. Mana robotlarni sal anaqa qillaring, masalan, odamlar salla endi bularga xizmat qilasanlar deb anaqa qilib qo'yishi ham mumkin, xudo biladi. Endi ana Terminator kinolarida bo'ladi-ku, o'sha davr bo'lib qolishi ham mumkin-da, unaqa bo'lsa. Misol men kutgandim, yo'q, men qo'rqaman, uni promptlarni o'zim bilaman, boshqaraman deb gap etasiz deb o'ylagan edim. Unaqa demadingiz. Ko'p studiyalar va ijodkorlar bugungi kunda sun'iy intellektni rivojlanishini qoralaydi, chunki ularning ishini olib qo'yyapti. Lekin ularni sun'iy intellekt bilan integratsiyasini rivojlantirish uchun nimalarga e'tibor qaratish kerak? Mutaxassis sifatida shu narsani ta'kidlab o'tdim. Nima sohada? Animatsion studiyalar deylik, ijodkorlar uchun umuman olganda shu sun'iy intellekt integratsiyasini rivojlantirish uchun nimalarga e'tibor qaratish kerak? Ular mutaxassislarni qatlarda o'qitishi kerak. Endi masalan, o'z davlatimiz ham o'zi mana anaqani ko'proq rivojlantiryapti-yu. Bizga ham masalan GenAI degan anaqa ochilgan, bilsangiz kerak. O'sha hamma anaqa sun'iy intellekt ishlayotganlarni bir-birini yozib chaqirishgan, soobщество qilingan. O'sha yerda ham bizga shunaqa taklif bo'lganki, bizlar bilan kollaboratsiya qilinglar. Normalniy video o'sha unaqa bachkan emas, yaxshi videolar bo'lsin, kollaboratsiya qilinglar. Har bitta kollaboratsiyalarga masalan 1 million prosmotr bo'lsa, 1 million so'm pul beramiz deyishgan. Mana shu narsa hali ham ishlayapti. Hamma o'sha yerda kollaboratsiya qilsa, o'zining kontentini 1 million beryapti. Bu degani endi davlat ham mana shunaqa qilib odamlarni ko'ryapti, qiziqtiryapti, yaxshilarni ishga chaqirib o'sha bolalar uchun kontentlar qilishga jalb qilyapti. Chunki hozir bolalarimiz ko'ryapsiz, hammasi YouTube'da o'tiradi, bo'lmagan narsalar ko'radi. O'shalarga bizda yaxshi multfilm yo'q-da o'zbek tilida. Masalan, oldingi masalan multiplikatorlar qimmat chiqadi-ku, multfilm sohasi juda qimmat narsa. Hozir sun'iy intellektni o'rganib shu odamlarni bitta komanda qilib 10 ta odam mana shu anaqaga yaratlaring, qanaqadir ssenarist bilan ishlab, bunga jamoa kerak-da, ssenarist kerak, yaxshi ssenarist. Keyin prompt yozadigan bola kerak, alohida shu prompt bilan yozadi, uje qolganlari generatsiya qilib chiqadi. Misol uchun biz sizga berdik, shunaqa o'quvchi berdik. Sun'iy intellekt bo'yicha 0. Necha oyda tayyor o'quvchi qilib chiqazib bera oldingiz? Menmi? Bir haftada. Bir oyda hech bo'lmasa. Yo'q. Qiyin emas-da, aytayman, bu narsa fantaziya kerak bo'ldi. Oddiy prompt yozish hammasini bir haftada, qoyil, bir haftada qancha mablag' so'ragan bo'lardingiz? Men hozir endi kursimni reklama qilib, juda arzon anaqa, chunki ko'pchilik kurslarni bilasiz-ku, ana kurs qilishdan oldin anaqa qiladi, prezentatsiya qiladi, nima deydi, grade qiladi-ku, auditoriyani anaqa qiladi, keyin 2 kun webinar qiladi, tekin webinar qiladi. Odamlarni yig'ish uchun, keyin o'zini mahsulotini prezentat qiladi. O'shalar ham masalan kamida bir 3 million, 5 million summada, men endi ko'pida qatnashib ko'rganman. Bizani masalan viloyatli anaqalarimiz uchun juda qimmat narsa-da, 3 million, 5 millionda kursda o'qish. Ammo ko'pini kursini bir sinab kirib ko'rganman. Ko'pi oddiy narsani aylantirib o'rgatadi, tushunasizmi? Shuni hisobiga oyga 2 oylik kurs yanada, u nima deydi? Vaqtni o'g'irlash. Chunki men kelyapti, men 2 kun bordim deyapti. Hop, nima anaqa qilsa, o'taymi hali ham ChatGPTni o'rgatib o'tiribdi deyapti. ChatGPT o'rganadigan unaqa vajniy anaqa narsa emas. Unga savol javob qilasiz, narsangiz yozasiz, u javob berish kerak sizga. Uni o'rganadigan anaqasi yo'q. Men uchun, endi boshqalar uchun kerakli narsadir. Men imенно video sohasi uchun, men uchun u chuqur ChatGPTni o'rganib, nimalarga qodirligini o'rganish men uchun muhim emas-da. Men uchun promptni yozib bersin, bo'ldi. Menga shunisi muhim. Qanaqa zapros berishimga bog'liq, nimani anaqa buyruq berishimga bog'liq-da. O'shanga men o'zim anaqalarimni arzon anaqa qilib qo'yganmanki, shu ko'pchilik so'raydi. Oldin hech kurs qilish niyatim yo'q bo'lmagan. Chunki vaqtim yo'q u narsaga. Unga anular o'sha aytganimdek komanda bilan kurs qilishadi, 3 million, 5 million qilishadi. Men masalan bir o'zim o'sha Telegram kanalim majbur ochdim, ko'pchilik so'raverganiga. Mehnatim evaziga ham shu minimalli summa qilib qo'yganman. Bemalol hozir mana bugun ham bitta qiz o'sha anaqada yozdi gruppada.
rahmat ustoz, men boshqa joyda o'qiganman, shu 3 million 5 millionlik kursda deyapti, lekin sizdagi dangal kursim ham o'zi dangal kurs deyilgan. Dangal hech narsani bekitmasdan o'zingiz nima qilayotgan bo'lsangiz, sразу o'shani ko'rsatib beryapsiz. Boshqalar oldida olib qochishadi, ko'rsatmaydi. O'zini videosi zo'r chiqadi deydi. Kursga kirsangiz, oddiy narsalarni bilgan, YouTube'dan ko'rib bilsa bo'ladigan narsalarni o'rgatishyapti. Sizga kelgan duo qilyapti, endi duoda anaqada odam boshqa joyga ketib qoladi. Sog' bo'lasiz. Keyin hozir yana boshida aytgan gapingizga qaytamiz. O'zimni oylikda ishlab yurgan ishimni Tashlaganim yo'q lekin. Yo'q. Rakursni sun'iy intellektga o'tkazasiz. Asosiy anaqam shu. Masalan, hali ham shu ofisda o'tiraman, lekin shu ofisda endi o'zim anaqam, o'zi ishlab chiqarishda dizaynerman hali ham. No, svobodniy anaqaman. Nagruzkam yo'q ishxonada, chunki onda-sonda dizayn qilaman. Qo'ya payt svobodniyman, o'shaning uchun ham menga bemalol anaqa berilgan, bemalol ishingizni qilavering deb anaqasi yo'q. O'shaning uchun ham men o'zi bitta oylikka qaraganda ko'ra vaqtim bormi, boshqa narsani ham qilishim kerak o'sha vaqtda unumli foydalanish uchun. Xalqaro bozor uchun ham qandaydir sun'iy intellektda tayyorlangan mahsulotlar tayyorlab, ularni orasiga kirish niyatingiz bormi o'zi? Misol uchun aytaylik, butun bir kino yaratishingiz mumkin. VFX kadrlarini, bombardimon kadrlarini yaratib. Hamma kino yaratish xohlaydi, lekin mana birinchi marta masalan Qozog'istondagi bolalar o'sha polnometrajniy 1,5 soatlik kino yaratishda polniy sun'iy intellektda qilingan. Uni men Fransiyada bo'lganman, yaqinda kan festivalida taqdim qilishdi uni. Polniy ko'rsatib berilgan, qanaqa qilib ishlanganini men ularni kuzatib boraman. $500,000 xarajat qilishgan. Faqat shu sun'iy intellektni o'ziga. Endi aytaman, hali 5 minut qanchalik uzoq bo'lsa, endi 1,5 soatlik narsani qancha o'tda komanda ishlagan, bir 10-20 tacha odam ishlaganda $500,000 o'shanda ham xarajat qilgan. Lekin o'sha $500,000lik kino agar Gollivudda olingan edi, xuddi shu kino kamida $50 million bo'lardi-da xarajati. Endi xarajat qilishim kerak deb qilishim kerak edi. Uning uchun vaqt kerak. Svobodniy bo'lishingiz kerak. Yo'q, o'sha kimdir sponsor bo'lib, mana pul mana shu qisqa metrajli bo'lsa ham men film yaratish kerak deb masalan taklif bilan chiqsa, qilaman-da u narsani. Chunki baribir narsangiz vaqtingiz pulda. Hamma narsani yig'ishtirib qo'yasiz, boshqa zakazlarni olmaysiz-da, men pul berib qo'ygan, bo'ldi, o'shanga yarasha o'tirib ishlaysiz. Mana James Jackning qizi chiqdi, internetda rosa aylandi, ko'pchilik aytaverganiga men ham qiziqib ko'rdim uni. Men lekin ko'rmadim. Men ko'rganimda e'tibor berdimki, 1 minutli reels qilib chiqazishdi va bilmayman, balki prosmotr ko'paytirish uchunmi, orani 2 kundan keyin bitta, 3 kundan keyin bitta joylashdida, umuman keyin serial qilib joylashdida, oxirgi qismlariga borib, qahramonlar qiyofasi o'zgarib ketaverdi-da. Har bir qismda o'zgacha, ya'ni boshqacha bo'lib ketyapti. Oxiriga borib, umuman boshqa odamga aylanib boshqacha qiyofaga ega bo'ldi. Ssenariyda shunaqa bo'lganmi? Ssenariyda emas, o'sha misol uchun ko'k uzun, lekin qiyofa boshqacha bo'lib ketyapti-da, har bitta qismda o'zgarib. Men o'ylaganim, misol uchun 5 minutli video yaratilib, ularni reelsga bo'lib chiqqani yaxshi emasmidi? Misol qahramonni qiyofasi o'zgarib ketmasmidi o'sha jarayonda deyman-da. 1 minutli alohida reels qilib tayyorlagan. Shuni hisobiga ozgina o'sha yerda sifat buzilishi kuzatilganda. U o'zgarib ketishi, uzr gapingizni bo'ldim, o'zgarib ketishi u 5 minutligiga, 1 minutligiga qaramaydi. Yo'q, unga qaramaydi. Uni masalan agar serial bo'lsa, komanda deyman-ku, komanda ishlayotgan bo'lishi mumkin-da. Chunki men boshqacha ko'raman u narsani. Ana o'sha yerga boshqacha ko'radi. Generatsiya qilayotganimda senga mana bu seriyasi deydi-ku, o'shanda men qiyofasini mana bunaqa tasavvur qilgan bo'lishim mumkin. Masalan, menga bitta obraz bergan, bitta ko'rinish. Hammaga o'shani bergan. U hamma ko'rinishni hamma tomonidan qilib olishimiz kerak-da birinchi. 10 ta mana bunaqa ugulli, tepa pastdan qanaqa ko'rinish. O'shanda bizilib ketmaydi o'zi personaj. Hammada har xil chiqib qolgan bo'lsa agar, o'shanda uje boshqacha chiqadi.
lekin personajni ushlash yo'llari borda, o'sha bitta qolipda ushlash. Bitta anaqa shablon tayinlab oladi, o'shani ishlatish kerak faqat generatsiya vaqtida. O'shanda o'zgarmaydi. Hozirgi kunda mana VFX kadrlar, FX Simulation'da ishlanadigan kadrlar bor. Unreal Engine'da ishlanadigan kadrlar bor. Ularni ham sun'iy intellekt orqali yaratish imkoni bor, to'g'rimi? Va ular qancha vaqtni talab qiladi? Ular ish ancha qiyin o'zi. Yoki bo'lmasa VFX mutaxassisini ishlatib biz filmimizni yaratganimiz qulayroqmi? Yana o'sha savolga qaytaman. Yoki sun'iy intellektni ishga solib, endi budjetingizga bog'liq. qaysi biri bizga byudjetliroq? Albatta sun'iy intellekt. VFX qimmatroq chiqadi, chunki unda vaqt ko'proq ketadi. Nisbatan tabiiyroq chiqmaydimi mutaxassis Endi tomonidan? uni ham sinchiklab ayb topaman desangiz topib o'tirasiz-da, baribir. Unda ham anaqa sun'iyligi baribir bilinadi. Spesifiklar ahamiyat bersangiz baribir cho'tki slishkim ko'payib ketib qoladi. Mana shunaqa men ko'p kuzataman. Sun'iy intellektda ham lekin realga yaqinroq olib kelsa bo'ladi-da. Uning uchun yaxshi mutaxassis bo'lish kerak va byudjet yaxshi bo'lish kerak. Shunaqa. Tushunarli. Bugungi suhbatimizdan juda ham xursandman. Keling hozir mana sun'iy intellekt e'tibosiz qisqa video uchun menga 20 daqiqa ketdi. Tezlashtirilgan kadrda biz uchun bugungi kun uchun maxsus video tayyorlab bering. Misol uchun. Sizga qilib beraymi? Mayli. Siz bilan Ronaldoni qilamiz. Давайте. Qilamiz. O'zbekiston kreativ assotsiatsiyaga Ronaldo kirib kelsin. Sitora Jo'raboyeva bu yerda jurnalist, matbuot kotibi sifatida kutib olsin. Harakat qilamiz. Kompyuteringizni sizga tutqazamiz hozir. Jarayonni esa biz bilan kuzatinglar. Ana Ronaldo bilan birga Voy. bizda jarayon boshlandi. Ma'lum bir daqiqalar ichida hozir sun'iy intellektda video yaratib beradilar. Bu videoni biz Uzbekistan Creative Association'ning Instagram sahifasiga joylaymiz. Albatta kuzatinglar. Xullas, Dilshod akaga yuklatilgan vazifani bajardilar. Futbol afsonasi Cristiano Ronaldo Uzbekistan Creative Association ofisiga tashrif buyurdi va uni shaxsan men kutib oldim. Videoni ko'ramiz. Hi, everyone. Hello. Welcome to the Uzbekistan Create Association. Thank you. Dilshod aka, tashrif uchun rahmat kattakon. Juda ham xursand bo'ldim. Men kreativ ijodkorligingiz va shu bilan birgalikda bilim olishdan to'xtamasligingiz juda ham quvonarli holat. Va bir narsani iltimos qilaman, suhbatimiz yakunida sun'iy intellekt mutaxassisi bo'lishni niyat qilayotgan yoshlarga va o'z kasbini o'zgartirmoqchi bo'lganlarga qanday tavsiya berasiz? Ko'proq izlanish kerak. Men ko'proq kino ko'raman, chet el kinolarini. O'sha yerda kinolarda kadrlarga e'tibor beraman-da. O'sha kadrlar muhimda bizga realistik videolar chiqarish uchun. O'shanga ko'proq yaxshi kinolar, yangi chiqayotgan kinolarni ko'rishni tavsiya qilaman. Faqat izlanish kerak bo'ldi. Kelajakda cheksiz omad, rivojlar tilab qolamiz. Uzbekistan Creative Association siz bilan hamkorlik qilishga tayyor va sizni aynan ofisimizda kutib qolamiz. Bemalol kelishingiz mumkin. Azizlar, bugungi intervyuimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kommentariyada yozib qoldiring, bu galgi mehmonimiz kim bo'lishini istaysiz. Ko'rishguncha salomat bo'ling.